Maktabga borgim kelmayapti. Sabab? Kecha darsim qilmaganman. Shunga. Hozir bo'lsam ustozim hammani oldida urishadilar. Shunaqa degin? Endi o'g'lim, gap bunday. Eshitaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Katta leytenant Subhanov, hujjatlaringizni taqdim qiling. Komandir, ming bor uzr. Shifoxonadan telefon bo'lib qoldi. O'rtog'im kasal edi. Shunga gaplashishga majbur bo'ldim. Lekin aybimni tan olaman. Bu telefonni sal pastroq qilib gaplashmabsiz-da. Bilmay qolardim. Hazilgacha ekansiz. Keling, bundoq qilamiz. Aybingizni tan olganingiz uchun sizga yengil jarima yozib beraman. Kamarga yozib beraman, bo'ladimi? Lekin komandir, men kamar taqqandim. Shu iloji bo'lsa, o'sha telefonda gaplashganim uchun yozib bersangiz yaxshi bo'lar. Yolg'on bo'lib qolmasin. Rulda telefondan foydalanish jarimasi qimmat lekin. Xato qilgandan keyin tan olish kerak-da. Mana oling. Rulda telefondan foydalanmaysiz. Shu shart bilan. Oq yo'l. Ha o'g'lim, maktabga borging kelmasa, men bilan ishxonaga bora qol. Maktabga haydang dada. Maktabga bormayman deding-ku. Ayb qilgandan keyin tan olish kerak-da. Subhanalloh.